Azizlarim, nuringizni ziyoda qiling. Tahoratda doim bo'ling. Sajdangizni ko'paytiring toki qiyomatda nurimiz ziyoda bo'lsin. Qancha ko'p sajda qilsak, qancha ko'p taqvoda tursak, qancha ko'p muhabbat qilsak, nurimiz shuncha ziyoda bo'ladi qiyomatda. Mana nurim eng ziyodasi bo'lsin-u, Rasulim meni ko'rsin degan har bir ummat buni harakatida bo'lsin. Shunday ekan, siz bilan biz u zotni ko'rishlikka, u zot bizni ko'rishlikka mushtoq bo'lgani kabi mushtoq bo'lib nurni ziyoda qilaylik. Rasulimiz alayhissalom ummatini sevar edilar. Bu dunyodan o'tayotganda ham eng oxirgi aytgan so'zlari ummatim, ummatim degan edilar. Qiyomatda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, vo nafsim deb turganda ham